Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz Qorateri qishlog'idamiz. Bugun O'g'ilbiy onajonimizni qutlug' yoshi bilan tabriklash uchun barcha farzandlar, nabiralar, qarindosh, qavm-u qarindoshlar mana sumalak qilishmoqda va bugun ularni tug'ilgan kunlari bilan birgalikda tabriklaymiz. Faraq Media jamoasi bilan birga qoling, chunki biz vaqtni boshlab boramiz. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang. Barcha qavm qarindoshlarni, jigarlarni, barchangizni mana shu xonadonda xush ko'rdik deymiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Amriddin bobomiz bilan qo'sha qarib farzandlarni baxtini, ularning farzandlarini ham baxtini kamolini har kim aldagani rost. Alam qo'zg'on bo'lib talagani rost. Ona qarang, osmonda milliardlab yulduzlar topilishi mumkin. Bugun xonadoningizda nafaqat tug'ilgan kun, balki mana Navro'z sayli, ya'ni sumalaklar osilib qutlash uchun mana shuncha farzandlar, nabiralar, qavm va qarindoshlar turibdilar. Demak, biz onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim bo'lsalar, 3 yil qo'llarida ko'tarib katta qilganlar, bir umr esa yuraklarda ko'tarib katta qiladilar. Ota-onaning sizning yoningizda bo'lishi farzandlar uchun eng katta baxt ekan. Chunki bu dunyoda hech narsaga kafolat yo'q do'stlar. Bezab tursalar, baxt degani shu emasmi? Birodarlar, borganingda peshonangga labin bosib, onajoningiz 73 yoshni qarshi olyaptilar. Mana bugun ham qo'shaloq bayram, mana 8-mart. Hamma xotin qizlarni ham bayram bilan tabriklayman. Mana shunday sizlarga bundan ham chiroyli qilib tabriklashga nasib qilsin dadajonim bilan bejobimda. Iloyim yuzlarga kirsin. Dengizga o'xshaysiz-da. Rahmat endi. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Opalardan kimning hidi kelar ekan, onajon? Inanida. Inani hidilar. Opamiz hozir bizlarning katta opamiz, haqiqatan ham onamizda. Berkitsam ham ko'zimdagi namlarimni nima bo'ldi bolam deya onam kelar. Onajonimizning umrlari ham shirindan shakar bo'lsin va bu tortlar kabi shirindan shakar farzandlari, nabiralarni Siz sovg'a deyapsizda ham. Ha? Nazif opa nima bo'lyapti? Hammasi joyidami? Hardam bir ko'zida g'amni yashirgan. Goho shodon, goho ko'ngli kam, o'sha mening onam bo'ladi. Singillarim, farzandlarim, o'g'illarim, qizlarim, nevaralarim. yana bir karra tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Misolni sog'inchlik yuzlarda yoqib. Iloyim hammamiz niyatimizga yetib. Hamma jigarlarim, nevaralar, hammalaring sog'sin va sog'ganlarimiz yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin Allohim. Aynalib ketay sizlarga, ishlaringga omad. Klientlaring ko'p bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Omadlaring bersin, iloyim. Ko'payaversin shu. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening,
so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ona, kim bilasizmi? Ochligidan o'lim arafasiga kelib qolsa ham eng so'nggi luqmasini, nasibasini sizga bera oladigan zot. Ona, kim bilasizmi? Sizni dunyoga keltirish uchun qancha azoblar, hattoki o'limga ham tik boqa olgan zot. Ona, dunyo bir yon, siz bir yon, men uchun bo'lgan giryon. Baxtlidirman yonimda, onam bo'lsangiz har on. Onajonim, jon onam, mehrlariga boy onam. Men uchun bu dunyoda sizda kasi yo'q onam. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshona